Ayollik baxtining o'lchami nima bilan belgilanadi? Qimmatbaho taqinchoqlar bilanmi yoki ko'nglingizdagi eng nozik ehtiyojlaringizni sizdan ham yaxshiroq anglaydigan e'tibor bilanmi? Mart oyida bahorning ilk kunlarida turmush o'rtog'imdan ana shunday aqlli g'amxo'rlik qabul qilib olgan edim, bilasizmi? Nima uchun? Bu sovg'alar shunchaki maqtanish emas, balki men uchun katta dars bo'ldi. Mana bu TCL telefoni, bilasizmi nima uchun aynan u? Chunki bu texnologiya ko'zlarimga omonat sifatida tanlangan. Ekranga e'tibor bering, xuddi qog'ozdek. Siz qachon oxirgi marta ko'zingizni toliqtirmaydigan ekran haqida o'ylab ko'rgansiz? Mana bu qutidagi xalqaro sertifikatlar shunchaki qog'oz emas, bu yaqindagi sizga bo'lgan sog'inchli g'amxo'rlikni isboti. Amazondan kelgan bu nafis soat esa vaqtni asrash ramzi. Ichida zanjirni uy sharoitida usta qildirmay qisqartirish uchun maxsus moslamalari borligini ko'rganimda ayol kishi uchun qulaylik qanchalik muhimligini his qildim. Sizningcha haqiqiy ayollik baxti qimmatbaho buyumlarni to'plashmi yoki o'zingizni asrashga undaydigan mana shunday e'tibormi?